Assalomu alaykum hurmatli gruppamiz a'zolari va bo'lajak svarchi do'stlar. Do'stlar, bu videomizda tanishuv darsi bo'ladi. Ya'ni aytmoqchimanki, sizlarga bu darslarda nimalar effekt beradi, nimalar bo'ladi. Xo'p, darslik davomida o'zim ish faoliyatimni, prичиналарni, nozik joylarini, svarka apparatida nozik joylarini hammasini video obzor qilib, kundan kunga boyitib boraveramiz kanalimizni, shu gruppamizni. Xo'p, tanishuv darsimizda do'stlar, svarka apparatni sizlarga aytadigan bo'lsam, ichki konstruksiyasi bilan boshida tanishtiriladi. Svarka apparat o'zi qanday ishlaydi? Avvalambor bir ishni boshlashdan oldin uni fundamenti mustahkam bo'lishi kerak. Fundamentini quymasdan g'ishtlarni urib tomini yopolmaysiz. Shuning uchun birinchi etapda svarka apparat konstruksiyasi ishlash prinsipi qanday bo'ladi? Buni batafsil tushuntirishga harakat qilaman. So'ng o'sha svarka apparati ichki konstruksiyalarini har bir detallarini qayerdan tekshirib, qayerdan tartib bilan tekshirib remont qilishni va asosiysi sxema bo'yicha remont qilishni o'rgataman do'stlar. To'liq sxema bilan ishlashni o'rgataman. Chunki bir xilgi do'stlarimiz bo'ladi, boshqalar bo'ladi, sxema tushunmagan do'stlar bo'ladi. Hamma yo'g'ini chuqurlab, ko'lab, atini tegib, batini tegib, bitta kasallik ko'paytirib yuboradi. Bu video darsliklarimda do'stlar sizlarga sxema bilan qanday ishlashni, ya'ni sxema bo'yicha juda ham oson topiladi. Ya'ni o'sha blok pitana tizimi, tranzistorlarni ishonchli almashtirish, masalan, ko'pchilik do'stlarimiz aytadi, tranzistorlar almashiryapman, kuyib qolyapti. Shunda sxema bizga kerak bo'ladi. Har bitta keladigan ishlatiladigan sxema orqali karta bor, o'sha karta orqali xohlagan joyda prichanani topib olish mumkin. Ya'ni sodda qiladigan bo'lsam, o'sha qo'lingizdagi karta bilan siz buzilgan qayerligini xotirjam topib, almashtirib, detallarni sifatli darajada qo'yishingiz mumkin. Birinchi etapda shu konstruksiyasi bilan to'liq tanishtiraman. Ishlash prinsipini bilmasdan siz svarka apparat ta'mirlay olmaysiz. Ta'mirlasangiz ham ertaga bu apparat sizga qaytib kelaveradi. Avvalambor birinchi navbatda siz svarka apparatni ishlash prinsipini to'liq tushunishingiz kerak. Qanday tizimda ishlaydi? 3 xil tizimi bor. Hamma tizimlarni batafsil sizlarga tushuntiraman. Bu narsa qanday? Har bitta narsani mohiyatini, fundamentini bilsangiz, o'sha nimaiki bo'lsa remont qilaverasiz. Agar siz fundamentini, ishlash prinsipini, svarka apparat qanday tizimda ishlashini bilmaydigan bo'lsangiz, bu apparat siz ta'mirlay olmaysiz. Ta'mirlagan taqdiringizda ham apparat sizga qayta remontga kelaveradi. Shunaqa narsalar ko'p bo'ladi. Shuning uchun sizlarga birinchi navbatda apparatni ishlash prinsipi, konstruksiyasini o'rgataman, sxematik bo'yicha qanday ishlaydi, qanaqa tizimda bor, shularni batafsil tushuntiraman. So'ng sizlarga ayblarini qanday topishdi, tartib remont qilishdi, sxema bo'yicha ishlashdi to'liq batafsil ma'lumot berib o'rgatib boraman. Video darsliklarimni ish davomida kundan kunga boyitib o'sha har bitta prichinalarni tashlab boraman. Savollar bo'lsa gruppa ochamiz. Shu gruppada savollarni berasizlar. Men sizlarga bo'shab, to'g'ri tushuninglar, sizlarga sraz javob qaytarmasligim mumkin. Chunki men ham ustama, ishda bo'laman. Bo'shab sizlarga javob qaytarib o'sha gruppani boyitamiz. Ya'ni savollarga javoblar berib ketaveramiz. O'sha gruppadagilar o'sha savollarga to'g'ri keladigan bo'lsa, gruppadagilarga savol to'g'ri tushib ketaveradi. Javoblarini berib, bo'shab sizlarga har bitta prichinani qanaqa remont qilishni, masalan, menga savol beradigan bo'lsalar, men shu haqida video tayyorlab gruppaga qo'yaveramiz. Bahonada ko'rib o'rganib olasizlar. Professional darajada tekshirib, qanday boshlashni hamma ma'lumotlar beraman. Bizga buning uchun nima kerak? Priborlar, aksilograflar, qanday tekshiriladi, qanday ispitat qilinadi, hammasini shu darslikda boyitib boramiz. Yildan-yilga gruppamizni kengaytirib, ma'lumotlarni boyitib boraman. Keyin sxemalarni ham gruppaga tashlab qo'yaman. Shu yerdan olib foydalanishingiz mumkin. Sxemalar, har bitta svarka apparat sxemalarini ham qo'yib joylab boraman do'stlar. Demak, tanishuv darsimizda sizlarga nima sababdan boshlashdi, qanday boshlashdi batafsil ma'lumot berishga harakat qildim do'stlar. Sizlar bilan Ustoybek. Albatta, video so'ngacha ko'ringlar. O'sha gruppa ochamiz, yana bitta gruppa ochiladi. Shu gruppada savollarga javoblar o'sha yerda beriladi. O'sha yerga men bo'shab javob qaytaraveraman. Oybek aka, mana shu haqida video tayyorlaylik desalaring, o'sha video tayyorlab gruppaga qo'yaveraman. Sxemalarni o'qishni, konstruksiyasini hamma ma'lumotni do'stlar berib batafsil tushuntiraman. Demak, svarchik do'stlar, svarka apparat ta'mirlashga qiziqadigan do'stlarimiz, bu darsliklar nafaqat professional ustalarga, balki boshlang'ichlarga, svarka apparat umuman tushunmaydigan do'stlarimizga ham elektronika darsliklari bor. Shu elektronika darsliklarini ko'rib, keyin buni ko'rib, tartib bilan sizlarga do'stlar o'rgatib boraman. Oddiy usta bo'lsa, svarchik bo'lsangiz ham o'zingizni apparatingizni ta'mirlashni o'rgatib boraveraman. O'sha detallarni qanday tekshirish kerak, qanaqa ispitat qilib, qanaqa qo'ygan ma'qul, qanaqa qilib almashtiriladi tranzistorlarni, hamma sekretlarni do'stlar shu yopiq gruppamda o'rgatib boraman do'stlar. Demak, sizlar bilan Ustoybek bo'ldi. Demak, bugungi darsimiz tanishuv edi. 2026 yil, xudo xolasa, mana ishlar boshlandi, qo'yib boraman do'stlar.